Kda formamizning yangi qolipi birinchi mana dinisha qo'yilgan. Dinishaning tagiga beton quyib olamiz. Mana beton quyildi. 10 sm qalinlikdagi oraliqqa armaturalar to'qilgan. Mana armaturasi chiqib turibdi. Xo'p, endi tashqi formani kiygizamiz. Mana tashqi forma kiyildi. Xo'p, endi ichki forma kiritildi. Mana shu holatda endi beton mana bu joyda mana fiksatorlar bor. Razmeri ushlab qoladigan. Shu holatda ustidan betonni qo'yamiz. Mana betoni ham quyildi mana. Mana endi aylantiramiz. Mana bu mana kda forma. Endi sug'urilayotganda birinchi tayyor beton quyilib bo'lgandan keyin ichki qolipni 1-2 soat ichida sement reaksiya kirishganda sug'urib olib qo'yamiz. To'liq olib qo'ysa ham, agar iloji bo'lsa to'liq olib qo'yamiz hozir. Mana to'liq olindi. Mana ichini ko'ramiz. Tashqi holat. Yo'q, shunday aylantirib ichini ko'rsating. Mana shu holat mana. Tagida betoni bilan. Mana. Xuddi shu holatda bo'ladi mana. Mana endi tayyor bo'ldi. Endi tashqi qolipni ochib tashlaymiz. Ochdik, aylantirdik. Mana misol mahsulot mana tayyor holatga keldi mana. Bo'ldi. Endi bu ikkovi birga chiqadi endi bu. Tagi bilan. Tagidan birga chiqadi. Birlashgan holatda chiqadi. Tashqi mana bu dinisha tagidagi dinisha qoliplarimiz ham yechilib ikki tomonga ochiladi. Mana hozir tayyor bo'lgan 3D variantini modelni tayyor holatini ko'rsatamiz rasmini. Mana bu holatda bo'ladi mana. Tashqi qolipimizda ham mana bunaqa fiksator bo'ladi. Kiritiladi. Mana bu ruchkalari shu holatda bo'ladi mana. Rahmat.